Shu 2 sm qo'yib, kesib qo'yamiz. Mana boshladi mana payvand ushaganlari boshladi mana. Mana ular ushagan. Mo'lasi mana ushagan. Bordig'i payvand mana. Mashinalar tutdi-da, ushadi. Ana buni avgustda gilas, shaftoli, o'riklar avgustda payvand qilinadi. Sentyabr, avgustgacha. Bular aprelda bo'ladi xurmo. So'ng qishda payvand qilsa, so'g' urib qo'yadi. Shu guruhda payvand. Tagi nima buni? Buni javoy xurmo. Javoy xurmo. Javoy xurmo. Bag'da o'zi chiqib qolgan ele, xurmaning o'zi chiqib qolgan ele, javoy xurmoga shunday kesib bulatgandan keyin chordastab qo'yganda. Qancha vaqtda ko'chat bo'lib tayyor bo'ladi bu? Shu kuzga bo'ladi, kuzga tayyor bo'ladi. 1 yilda ele. Ha, 1 yil tayyor bo'ladi hozir. O'zi 2 yillik, eng yaxshi ko'sa 2 yillik ko'chat bo'ladi. 3 yilliklar qolib ketib, tanasi qarab bu bog' rivojlanish qiyin bo'ladi. Ha, biz sortini qarab, karolog, gramashka, prostoy qilib, shokoladni qilib ulaymiz. Agar yozib ulaymiz agatlarini, ya'ni kimga qaysi nav kerak bo'lsa, shundan chiqarib beramiz. Ha, bularni sotasizmi? O'zingiz baqlayni o'tasizmi? Yo'q, sotamiz buni. Buni biz pityom deymizda. Biz pityom deymiz. Ko'chasi mana javoyisi mana. Mo'la olinadi mana deb bo'lib. Burada mo'la qoladi mana. Mana shular payvand ushagan mana. Mo'la olinib ketadi bu. Mana payvand bo'lib mana bu ancha ilgari qolibdi mana. Mana. Buni ham bordig'i sho'rmaydi. Masalan 5000 to'lasa 2,5 mingtasi qoladi. Shunaqa payvandda shunaqa bordig'i ushamaydi ko'chat. Shular 2000, 3000, 3000 bo'lsa, ha, maza suyunamiz. 3000 ushab qolsa. Bor rasodlar shunga jarish ketaveradi bor. Mana ancha cho'ng'ayib ketdi mana. Mana. Mana shu qurmo. Korolevskiy mash. Qancha so'mdan sotiladi bu edisyonda? Bu 80 so'mdan tortib 50 so'mga sotiladi. Gilaslarimiz bor, gilaslarimiz naryoqda. Gilasni payvand qilganlarimiz, olma o'riklarimiz boshqa yerda. Bu yerda xurmo bor. 60 sotik, 3 qator ekilgan. Uni ekilganiga 12 yil bo'ldi. 12 yildan beri qarab tarbiya qilib parvarish qilyapmiz. 12 yilda endi tushumni yaxshi berishni boshladi. 10 yildan keyin tushum yaxshi bo'lishni boshlaydi. O'tgan yili 1 tonna 300 70 olgan edik. Bil xudoga shukr tushum yaxshi. Mana ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Tushum bil yaxshi. Endi Xudo berganini olamiz. Qancha tondan muncha tonna chiqadi demaymiz endi. Mumkin endi 3-4 tonna chiqar, 2 tonna chiqar Allohning bergani. Bu yerda qancha tip bor hozir? Bu yerda 170 tip bor. Siz 170 tip bor bu yerda. Ana bu Valovoy sersa 3-yangi model. Bu Mayskiydan keyin Inuskiy. Buni Rossiyaga eksport qilamiz o'zi. Ukamiz olib Rossiyaga chiqaradi. Yilda shu Rossiyaga chiqaramiz. O'zimizni mesnilar oladi. O'zimiz mesnilar ham oladi. Jallod Bishkekka, Jallodga olib ketishadi. Bu aksar ko'proq Rossiyaga eksport bo'ladi. Kilogramini 140-150 nasib qilgan shunaqa narxda sotiladi yilda. 150 so'm, 170 so'mga sotiladi. 140 dan sotiladi o'tgan yili. Biylamashi 150 da ustida ko'zlab turibmiz, xudo xolsa shundan sotamiz deb. Zeriktirlar masalan biz bir sotgandan uchun bordig'ini sotishimiz kerak bir terib. Ana ikkinchi partoga qoladi, ikkinchi partogani mesnilar olib ketishadi. Haligi menday bo'lib uzilib qolganlarni biz bozorda ela oladi mana nima qilib. Bog'isiz uzilib qoladi. Menda bo'lib uzilganlar bular yashiqqa shu eksportga ketadi. Mandaylar ham chiqib qoladi. Har xil odam uzib qoladi. Shu yilda Rossiyaga chiqaramiz. Bular 6-7 yil dorilanadi. O'zimiz birinchi shu agroximiyadan dorilar bor. Ularni maslahati bilan qilamiz. Ana o'zimiz tayyorlaymiz. Iso degan nor, oltin gugurt qo'shilib, unga bordiq narsa qo'shilib 12 soat qaynatiladi. Shunda akamiz o'zi tayyorlab, uni sepadi chiroyli qilib. Cho'ng apparatda sepadi, bog' apparatda. 6-7 yil dorilanadi bular. Iloji boricha biz bu ximikat sepmayapmiz.
Shu o'zimiz tayyorlangan o'sha insonlarga ziyon qilmaydigan dorilayapmiz hozir. Hozir buni juvna turgan vaqtida darilasa bo'lmaydi-da. Yo'q, bo'ldi. Buni hozir o'zi ta'siri bo'lib qoladi. Odamlar iste'mol qilishni jishni boshlaydi-da, eksport ketadi. Shuning uchun bu tushumda olgandan keyin darlash boshlaymiz daha. Shu ko'proq aqsini bolalar olishadi bu yerda, bizning bog'larda. Aqsidan kelib olishadi mana. O'sha biznesmen bolalar bor. Shular asha qancha tushum oldim dedingiz? O'tgan yilimi? Ha, o'tgan yili 1 tonna 300. 1 tonna 300. O'shancha chiqishi. Undan ko'p chiqadi xudosi bu yil. 3 tonna mo'ljallayapmiz. 3 tonna chiqib qolsa bu yil noz tushumi. Biz pribili kirishni boshladik. Endi 12 yil tarbiya qilishni o'zi oson bo'lmadi bu bog'da. 12 yil, 10 yil kutdik. O'zi 7-8 yilda tushum berishni boshladik, biroq unaqa pribil gap kirmaydi u. Rasxodlarni oqtaydi. Shu bir solganda 1 tonna dori solindi tagiga. Bir solishda 1 tonna 500 kilo dori solinadi. Bog'da yerga solib chiqamiz ko'mib. Ana bu ariqlar sal uzoqroq bo'ladi, cho'ng'igan sari. Bilmayman, pribilni 40-50 ming qoldi shekilli endi. Uji gilos cho'ng'igan sari tushum ko'p bo'lishni boshlaydi-da. 10 yildan o'tgandan keyin pribil gap kiradi bu. 10 yil, 15-20 yil yana shunaqa meva beradi. Asosiy unaqasidan o'tib ketdik rasxotidan. Yangi metodlar chiqdi, shu metodni qo'llaymiz, shunaqa payvand qilamiz. 3 yil, 4 yilda meva berishdan sirlar chiqyapti hozir. Hozir Toshkent bilan birga suylash turibmiz hozir. Yevropadan kelgan shu karliki bir naqa narsalarni sammesni hozir ko'chat pitomnikda yurgizamiz deyapmiz. Zakaz qilib olib keltirganmiz buni. Qaysi yoqdan? Shu O'zbekistondan chiqqan bu ko'chatlar. Shu paytlarda biz pitomniklik buni olib chiqqandan keyin boshlaganmiz-da. 7-8 yil bo'ldi pitomnik bilan shug'ullangan ekanmiz, ko'chat yetishtirishimizga. Ana buni qiziqib yana ko'chat qilish boshlaganmiz bu bog'da. Bu buyog'i Bishkek, Jallot, Noqot, O'sh ko'chat yetishtirib beramiz. Gresheli bo'lgan. Gresheli bo'ldi, ba'zida haligi kartoshkalar ham oqtamay qolyapti dehqonlarda. Mana kechada bir yerda bo'ldim, suylasa bo'laveradi shuni. 80 ming so'mlik rasxod qilgan edi, 21 ming so'mlik kartoshka sotdi. 80 ming rasxod qilgan edi. Ba'zida tushum yaxshi bo'lib qoladi kartoshkada, ba'zida so'g'irib qo'yapti bizda haligi, shunda tushum bo'lmay qolyapti. Kartoshka. Kartoshka, bog'bonchilikda bir bersa yaxshi bo'ladi, xud. Bu faqat gilas nazik narsa. Gilasdan boshqa shaftolilar qilaveradi. Hozir ko'proq shaftoli boqqa ham o'tib ketishyapti. Shaftoli bog'dan tushum yaxshi bo'lyapti. Biroq bu nima deydi? Eng qiziqarli bog' bu gilas bog'i. Bog'bonchilikda bankrot bo'ldim degan yo'q ekandan-da. Ha, hozir bog' tushum boshlaganda bankrot bo'lmaydi u. O'sha parvarish qilib rasxod qiladi picha. Kezi kelganda bizda rayonda hali abreskachilar, pitomnikchilar bo'lmagan. Buni biz O'zbekistondan bolalarda olib chiqib suylashib narada hali yo'l bekib bo'lsa samolyotni uchirib kelib, Bishkekka uchirib, Bishkekdan bu yoqqa kelib vaqt kelsa o'rganganmiz. O'qidik o'shda. Alardan o'rganib. Ha, shu chetdan olib kelib turib o'rgandik baribir. Kimdir qilish kerak buni Qirg'izistonda bir qissa o'zini o'naqasini qo'shish uchun. Ashlardan o'rganib abreskaga o'qidik. Abreskasini, ya'ni bizni rayonda hozir spetsialistlar ko'payib ketdi, Xudoga shukr. Abreskachilar, bog'bonchilar, bog'bon bilan shug'ullanuvchilar ko'paydi. Spetsialistlar keldi-da. Mana o'zi mamlakat o'zi mana ancha spetsialistlar olib kelib o'qitiryapti hozir. O'shda o'qiyapti. O'shda o'qidik, 3 oy qatnadim men bu bog'bonchilikka. Aslında shu O'zbekistonda spetsialistlar chiqib o'rgandik. Boshqa chet mamlakatlardan shunaqa shartlar bilan kelishib, o'rgatishib, ko'chat qanday ekishda, yetishtirishda o'rgatishib, ashyoqdan olib chiqib o'rganganmiz biz. Qancha yil bo'lib qoldi shu bog'bonchilik bilan aloqadangizga? 10 yil, 7-8 yil bo'ldi. Shu unaqa bilan bog' bilan ko'chat bilan shug'ullangan. Boshlaganlardan shundan-da. Aravanda birinchi bog'bonchilikda boshlaganlardan bo'lib qolasiz o'shanda gilarsiga. Ne, ashnaga desak ham bo'laveradi. Birinchilardan desak ham bo'laveradi. Bu
Bul hem qancha yilga чейин tushundiradi? 30 yilga чейин beradi da qaldida. Beradi, yaxshi buni obrezkasini yaxshi qilib tursa, parvarish qilsa beradi 30 yil. Yilna buto ishlarda. Ha, buto buni obrez kesib, shaqlarni yangilab tursa beraveradi bu meva. Bo'ldi. Yilna 2 joy olishni kesasizlarmi? Ha. Endi o tushumdan keyin terib olgandan keyin tushumdi. Ondan keyin bir qator yana zelený obrezka deydi, u qilinadi. Zelenamiz. Aslamda buni hali bizda obrezka aslamda obrezkasi dekabrda boshlanadi. Sebep 10-noyabrda bordiq daraxtda uqtaydi. Uqtaganda 5 kun qo'yib beramiz yana. To'liq uqtab olgandan keyin endi arra o'zimizni uskunalarni, asfalt uskunalarini bilan boshlaymiz obrezka qilishni. O'zbekistondan olib kelinganda bu birinchi kelganda. Birinchi kelganda O'zbekistondan olib chiqqanmiz ularni. O'zbekistondan torttirib buni olib chiqib u paytlar haligi yo'lni ochib bemalol O'zbekiston dehqonlar bizga olib chiqib ko'chada sotishardi. Yo'llar mana bo'lgan o'zimiz majbur bo'ldik o'rganishga buni. Olib chiqib o'rgandik ularni.